Turk vatandoshligini olgan qizlar, sizlarni ham boshlariga keldimi? Men shunaqangi emotsiyaga berildimki, shunaqangi his-tuyg'ular ichida qoldimki, tasavvur ham qila olmaysizlar. Menga dokument topshirgan borganimda aytishdiki, suhbat bo'ladi. 1-2 oydan keyin suhbatga chaqiramiz. Qay darajada turk tilini bilishingni sen bilan suhbat qilib o'rganishadi dedi hay'at a'zolari. Keyin dedi, Turkiyani istiqlol madhiyasini yodlaysan deyishdi. Uyga keldim. Turkiyani istiqlol marshini yodlashga harakat qilaman. Shunaqangi yig'layapmanki, shunaqa ko'zlarim to'lib ketyapti. Shunaqangi yig'layapman. Xuddi o'zimni O'zbekistonga xiyonat qilgandek his qilaman-da. Vatanimga xiyonat qilgandek his qilaman. Shunaqa yig'lab yodladim Turk istiqlol marshini. 2 kupletini, faqatgina 2 ta kupletini yodladim. Shunda ham shunaqangi yig'ladimki, tasavvur ham qila olmaysizlar. Sizlarda ham bo'ldimi shunaqa holat? Allohga shukr, kechadan oldin kuni suhbatga chaqirishdi. Suhbatdan yaxshi o'tib oldik. Suhbatga kirgan paytimizda kichkina qizim yig'lab qoldi. Hay'at a'zolari ham bo'pti deb o'tkazib yuborishdi, keyin bolani yig'latmanglar deb. Sizlarga hay'atdan qanaqa savollar berishdi? Suhbat jarayonida nimalar so'rashdi? Menga bu juda ham qiziq. Kommentariyada yozib qoldiringlar.